Assalomu alaykum aziz qadrdonlarim, mehribonlarim. Sizlarga zamonaviy majaro degan she'rimni taqdim qilmoqchiman. Bu hozirgi internet zamonida telefonlarni farzandlarimiz qo'llaridan tushmayotganligi, aytgan gapimizga quloq osmayotganligi, e'tiborli bo'lgan taqdirimizda ham unga berilib telefondan boshi chiqmayotgani. Telefon ham o'ziga yarasha bir ash'odir, ammo uni vaqti, soati, me'yori bor. Shuning uchun zamonaviy majaro degan she'rimni taqdim qilaman, eshiting. Zamonaviy majaro yoqut telefon hangomasi. Telefonlar serjarang, ohongiga bir qarang. Uni degandek dastyor, g'alvasi chiqdi bisyor. Ba'zan tunda notanish ovoz uyg'otar seni, ovoz uyg'otar seni. Deydi tushibman yanglish, ering ishonsa qani. Nagah esimiz kelar, bitiklarda ishq bisyor. Kim yozganini bilmasdan bo'lasan xunob abgor. Yo bo'lmasam yoshlarning qulog'idan tushmaydi, tugaydi bardoshlaring, seni eshitishmaydi. Oh, qaydanim kashf bo'ldi bu telefon majaro. Qancha dil g'amga to'ldi, gap so'z bo'ldi el aro. Aslidagi afsusga asos yo'qdir, zinhor. Shunchaki amal qiling, har narsada bor me'yor. Telefon ham aslida zarur ashyodir, biroq uni noo'rin qo'llab yaratamiz nifoq. Keling do'stlar, hamisha biz me'yorni bilaylik. Telefon tutganlarga insof, sabr tilaylik. Insof bersin hammamizga. Sabrli bo'laylik. Rahmat.